yaxshiga yaxshicha beqib qo'yasizlar, elining daryosida yiqib qo'yasizlar. Bundan keyin Mavlud kuyovini uyga kelib qolsa, qo'y kallarni tiqib qo'yasizlar. Salom, hurmatli qadrdonlar. Salom, to'ylarga ulashgan onajonlar. Hammalaringga bugun og'inimiz Mavlud bilan singlimiz Ilmunurning qutlug to'yiga bosgan qadamlarga marhaba, to'ylar muborak. Bugün bizdeki özanlar köygендek kuyog'limiz Mavlud o'zi yuraklik, mardonilik alda qadam elib, o'zininki Ilmunurning oilasidek bir illiq oilaga tunji qadamini bosdi. Bugün ajoyib shunday bir muhabbatli kunki, 2 yoshning orasidagi mehr muhabbati to'shilgan Qozoq Uyg'ur xalqiniki inoqligi qo'shilgan mana shunday go'zal bir kunda biz bularga baxt tilash uchun yazning bishg'irim oftoblarga chidab turib kelgan barcha aziz mehmonlarga kuyovim Mavlud nomidan, singlimiz Ilmunur nomidan cho'nqur tashakkurimizni aytamiz. Harmag'aysizlar mehmonlar. Qozoqning bir so'zi bor. Ko'tarib turib qulatadi umr. Kuldirib turib jilatadi umr degandek, ko'tarib turib g'ulutida umr, kuldirib turib yig'latadi umr degandek, bu ömürün her bir davallarda, her bir kademlerde mana shunda biz şahit bo'ladigan acayip güzel bir daqiqalar bo'ladi ekan. Bugun dal shunday güzel daqiqalarda tog'lardan otni oldim, ishga ustim qimizroq, Ilmunur o'riq qizchaq yigit sal semizroq deganda bizdan sal samirvagan yigitimiz Mavlud nurg'un xijilchiliklarda, izoh atishlarda, qandoq bo'la, qandoq qilsam shu o'ylab kiralayman deganda nurg'un xijilchiliklarda mishaga qadam bosdi. Shuning uchun yuzi tuvan Mavlud uchun bir chavaklaringlar bor ko'pchilik. Nesini haqqimasi yaxshidan nari qilmaydi. Qozoq kuyog'il o'yliga qadam bosganda yuzi pomidordan farq qilmaydi deganda yüzü kızagan yigitimiz bizdeki Mavludga ko'p rahmat. Ilmunurni Mavlud bilan tan qizdiribdi. Bugun shu munosabat bilan bu 2 yoshniki baxt yurtizning bir yerga qo'shilishiga sababchi bo'lgan roziliqini bergan Ilmunurning cho'nglariga ko'p rahmat aytamiz. Unda biz oldi bilan Ilmunurninki beqib mushkilga akagan cho'nglarini o'sha o'tirg'i bir taklif qilib olgan bo'lsak. Oddiy bir yezi turmushidagi bir oiladagi hammamiz ko'rayotgan yüksek bir ana, bağrını kang tutgan, bağrını kang yaygan, her bir insanni o'zining qarindishi bilgan, her bir insanni o'zining urug' tuqqani bilgan, yüksek darajadagi ulug' ana. Bugun ulug' onaning tiliga ijobat bo'lib, o'zining mehr muhabbat bilan boqqan qizini bugungidek o'tirg'a aytilib, suyimli damlarda, suyimli daqiqalarda o'zining farzandining baxtini ko'rishdek yüksek bir mecburiyatni ado qilayotmoqda. Onalarning ulug'ligini ko'p ta'riflash ketmaydi. Men mushu fursatda xalchibi onadek mehr muhabbatga to'yingan, mehr muhabbatli bir onaning Ilmunurdek yaxshi bir qizni yetishtirib chiqqaniga butun kuyovg'il tarafdagi urug' tuqqan qarindoshlar nomidan bo'lsin, barcha mahalliy bo'ylardagi urug' tuqqanlar nomidan bo'lsin, egilib turib xalchibi onamizga ko'p tashakkurimizni aytamiz. Qarindosh bo'lsa Çavak. Hoşunda olsa aldığa, Xalchibi opamizning aldığa Mavlud Ilmunur bir qadam besi olgan bo'lsa. Rahmat, yana bir chavaklar bilan Xalchibi opamizga hurmatimizni bildirgan bo'lsak. Sevimli yigitimiz, faxrli o'g'lonimiz Mavlud nomli cho'nglarga mushu so'ringa qadam besibdi. Mushu munosabatda Mavludning cho'nglarning bularga bo'lgan tilaklarini, arzu armonlarini bir anglab baqqan bo'lsak, qani. Yeni barona tilak berib, afiyatdan aqtarishdan qadamimizdan ko'p rahmat. Bizning birimiz qozoq bo'lsa, birga turganday bo'lib, o'z e'tiborini maqomatga, e'tiborini arzuga hurmat qilamiz. O'zimizning baxtli bo'lsa-bo'larni berib, qo'ldan nagir qo'lini deb ko'rsatib rahmat. Sahipxoni bo'lgan dadimizningki tilaklarini hammamiz anglagan bo'ldik.
Bu dadimizdagi gapini yig'inchoqlagan mezgilda 2 yoshga shundoq o'ziniki chin yurgin baxt tilaydiganligini dedi. 2 yoshninki bundan keyin oilasiniki baxtli changrog'ining biyiq bo'lganligini hammamizning ko'zimiz yetadi. Choy qaynadi chaynakda, tirnoq to'di saynakda. Shundoq yaxshi tilak tildi 30 ko'ylak aynakda degandek bizning dadimizning nomi shundoq aptoplarni o'zining bolasining baxtini ko'zoynak bilan ko'mak oson emas. Shunga bolalarning baxtli bo'lishi uchun yo'limizdan umid qilamiz. Uyg'urning to'ylarga Uyg'urni chaqirgan ay, ko'zoynakni taqagan men chashlaringizning oqargan ay deb chashlarning oqag'inda mishindaq bolalarning baxtini ko'makdan ortiq xushallik bo'lmasligi mumkin deb o'ylayman. Bizning qozoq shoirlardan Muqagali Maqatoyevniki balaning kuni kun emas, atadan mol qolmasa ata moli pul emas, balaning aqli bo'lmasa degan bir gap bor. Demak, mana shu o'tirdi turgan bolalarimizniki bundan keyin turmush jarayonida o'zining aqli bilan, muhabbati bilan bir-biriga sodiq bo'lishi uchun ko'nglimizdan umid qilamiz. Qiz degan bir uyning so'lmas barkiti. Qiz bilan shu uyda bo'lar ne'mati. Arzoyim dunyoda barchaki qizlar bo'lsken kelin bo'lib qolgan uyda qimmatli degandek, har uyda kelinlarimizning qimmati bo'lsa, har uyda qizlarimizning qimmati bo'lsa degan umidimiz. Rahmat hammanglarga. Ko'nglimizda har yerda olmaydigan bo'ldi. Yanchiqqa o'rimni kuyog'il samaydigan bo'ldi. Kechiringlar, hada buniki uyinglarda go'sht bilan may qolmaydigan bo'ldi. Dünyada birincisi go'shtni anchiq iste'mol qiladigan qasqir bo'lsa, ikkinchisi dal bizniki Qozoq xalqi. Shuning uchun yaxshini yaxshicha beqib qo'yasizlar, elining daryosida yiqib qo'yasizlar. Buniki Mavlud kuyog'ini uyga kelib qolsa, qo'y kallarni tiqib qo'yasizlar. Ko'nglimiz mast bo'lganda elishmaydi. Bekadin odamlar chelishmaydi. Mavludni semiz deb yuravermayman. Yenidiki qo'lda shuningda kelishmaydi deganda, halisinki men qo'ldashmi? Bugungi to'yga o'sha kelin izlab ketdi. Dangliq bo'ytaqga. Shunmish aranglarda to'y qilamayotgan qizlaringlarni olib qolsa, biz ham o'sha qo'ldash oyda 8 ming so'm maosh olib to'yishtirib qo'yaymiz, bir e'lon qilib. Bu qo'ldashniki orzularımning nima deb babay ayada so'rasam, Amış benim bir Uygurlar bilan qudulasam, sizlarniki eshiginglarni bir mingan bor deydi. Bizniki eshak minish madaniyatimizga qiziqar ekan. Shuning uchun chaqchaq aralashqanmi bo'ldi. Har uylarda shunday kulgilar uzilmasin. Ondan keyin o'sha jo'zi qo'ygan tartib-turumlarni dabo qo'ygan cho'ngapimizning umrlarini bersin. Sonkalarni to'shibdi mana erkakning ilhomi kelganda qo'shiqlarni qo'shtirib qo'yibdi. To'yga tartib-turumni o'lgidek desek, cho'ngaplarimiz to'shtirib qo'yibdi deb. Dabo qilgan cho'ngaplarni ko'pdan-ko'p rahmat. Sizlarga de ko'pdan-ko'p rahmat kelsin. Kelgan qudurlarimizdagi oyog'i talmasin. Bundan keyin mushu uy ikki millat xalqining mehr muhabbati jamlashgan, mehr muhabbati mujassamlashgan aniq bir oila olsun. Baxit mangu oilanglarda yangrab tursin. Baxit mangu oilangizda illiq nurini chaqsin. Baxt bo'linglar, Mavlud ilminur.